Nima mashina bu? Eshigi qaqqa ochiladi, tepaga ochiladimi? Xo'p, stop-startda zavat bo'ladi. Bu nimasi? Skorosimi? Oldi orqaga skoros. Bu nima? Kacheli bo'lar ekanda. Necha yoshgacha bu o'zi? Atigi 1.400.000 so'mdan skidkada chiqarib berayotgan 2188 modeldagi mashinamizni Xorazm viloyatiga dastlabki qilib chiqarishga tayyorlanamiz. Jiyanimizni ismlari Suhrobbek ekan. Suhrobbek ismli jiyanimiz uchun zakaz qilingan ismlarni yozib qo'ydik. Bu mashinamiz 4 ta balon tortilgan bo'ladi. Balonlar rezin, yeva materialdan ishlangan, yumshoq balon. Saloniga 1 yoshdan 6 yoshgacha, ixchamroq bo'lsa 7 yoshgacha ham bola sig'adi. Ruli o'rtada bir kishilik hisob bo'ladi. Kim farzandiga, nabiralariga arzon, sifatli, chiroyli mashina olishni niyat qilgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, yetkazib beramiz. Eslatib o'taman, skidkali mashinalarimiz uchun dastavka alohida hisoblaymiz. Mana bunaqa yozuvlar, prava texpasportlari alohida hisoblanadi. Qo'shimcha ma'lumotlar va assortimentlarimizni Telegram kanalimizda kuzatishingiz mumkin. Videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.